هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahzab tefsiri 26. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn-i Ketir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahzab suresi 26. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah ehli kitaptın müşriklağı yardım bergenlerini, yani Resulullah bilen kılgan ehdini buzgan Beni Kureyza Yahudilerini korganlarından düşürdü. Ulanın dilleriga korkunu saldı. Ulanın bir bölükünü öldürdüңlar ve bir bölükünü esir aldыңlar. Allah sizlerge ulanın ziminini, koru caylarını, mal mülüklerini ve sizlerinin kadımınla desep bakmagan ziminini miras kılıp verdi. Allah her nersige kadirdir. Beni Kureyza'ya yürüyüş kılışının bayan doğrusu da. Yukarıda ittifaktaş koşun kelip Medine'ye orlaşkan çağda Beni Kureyza özler bilen Peygamber aleyhisselam oturusundaki ahdini buzganlığı bayan kılıngan idi. O Huyey İbni Akhtab Nazari'nin elçiliki bilen boğan idi. Huyey ulanın sepiliğe kirip ulanın aksaklı Ka'b İbni Asad bilen ta ki o ahdini buzuşqa maqul boğuça söhbet ilip badı. Huyey'e onun etkan sözde sana vay men sana zaman galbisini ilip geldim. Sana Kureyş ve onun ittifaktaşları Gatafan ve onun ergeççileri bilen geldim. Ula bu yerde Muhammed ve onun sahabilerini tel töküs yok atqıcı turdu dedi. Ka'b onunla. Allah'ın namı bilen kasem ki belki sen bana zaman harlıqını ilip geldin. Sana vay, ey Huyey, sen hakikaten şun peşan adamsan, bizden işimizge arlaşmıgın dedi. Huyey onun davamlıq hili işiltip, ahiri onun maqulluqını aldı. Huyey onunla eğer ittifaktaş qoşun galbi qınmay ketip qalsa, özü ular bilen birge sepiliq kirip, ularga başlamçılık qıladiganlıqını şart qıldı. Kureyza kabilesi ahdini buzganda bu haber Peygamber aleyhisselam'a yetip geldi. Peygamber aleyhisselam'a yetip gelip onun keyfiyatını yamanlaştırıp etti. Bu Peygamber aleyhisselam'a ve Müslümanlığa intayin eğir geldi. Allah Teala Peygamberini kollap onun nusret ata kılıp düşmanlarını xapa halette en çok ziyan bilen ümitsiz aldı kaytırgandan keyin Peygamber aleyhisselam zafer ve galib içinde Medine'ye inip geldi. Kişiler korallarını koyuştu. Peygamber aleyhisselam Ümmü Selime radiyallahu anhanın öyde en şu canının hargınlıqını ketkizüş için yuyunup atkan çağda onun aldığa tuyuksuzla Cibril aleyhisselam ipek selli kiygen ve onun uçu bilen enikini tangan ipek yup selingan qıcır üstügün mingen alda payda boldu da mundaq dedi. Ey Allah'ın peygamberi, Kur'an'ı koyup boldun mu dedi. Peygamber aleyhisselam ha dedi Cibril. Lekin periştiler tek Kur'anlarını koymadı. Bu menin ademlerini seferberlik kılış için hazırlık gelişim dedi. Andın o büyük ve yüksek Allah hakikaten seni Beni Kureyza'nın üstüge atılışqa buyurdu dedi.
Yeni bir rivayette Cibril onunğa "Jangchilar nomidan sana özrü aytaman. Qur'onlaringni qo'yib bo'ldinglarmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ha" dedi. U "Lekin bizdek qur'onlarimizni qo'yganimiz yo'q. Ular tarafga atlan" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Qayaga?" dedi. U "Bani Qurayzaga. Alloh Taala haqiqatan menga ularni qattiq silkishga amr qildi" dedi. Payg'ambar alayhisalom darhol harakatga kelib, odamlarni Bani Qurayzaga yurish qilishga buyurdi. U ya Madinadan bir qancha mil yiroqlikda edi. U zuhur namozidan keyingi vaqt bo'lib, Payg'ambar alayhisalom "Sizlardan birmi odam qolmay, asr namozini cho'qim Bani Qurayzada o'qisin" dedi. Odamlar yo'lga chiqdi. Yo'l ustida asr namozining vaqti kirdi. Ba'zilar Payg'ambar alayhisalom faqat bizning tiz mengishimizni ko'z tutib shundoq degan deb namozni yo'l ustida o'qib oldi. Qolganlar biz bu namozni faqat Bani Qurayzada o'qiymiz dedi. Her iki tarafdan hech kim ayıplanmadı. Payg'ambar alayhisalom ular bilan yo'lga chiqdi. Madinaga İbn Ummi Maktumni mas'ul qilib qoldirdi. Bayroqni Ali ibn Abu Talib tutqizdi. Payg'ambar alayhisalom ularning qarshi tarafiga kelib, o'rnashib, ularni 25 kech kunduz muhosiraga oldi. Bu muhosira uzoq davom qilgachqa, ular Aws qabilasining kattasi bo'lgan Said ibn Muaz Awsining hukmiga qanoat qiladiganligini bildirdi. Chunki ular jahiliyat davrida Aws qabilasining ittifoqdoshi edi. Ular Saidni hukmda o'zlariga yaxshilik qiladi deb e'tiqod qildi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul Payg'ambar alayhisalomdan o'zining ittifoqdoshi Bani Qaynuqani qo'yib berishni talab qilib, ular yaxshilik qilgan edi. Shunga Bani Qurayzmu Saidni o'zlariga Abdullah ibn Ubay Bani Qaynuqaga yaxshilik qilgandek yaxshilik qiladi deb o'yladi. Ular Said radhiyallohu anhuning bilak tomiriga Xandak urushi kunlarida o'q tekkanligini bilmaydi. Payg'ambar alayhisalom uning bilak tomirini davolab, uni yo'qlab turishga yaqin bo'lsin uchun masjidining gumbizi ostiga o'rnashtirib qo'ygan edi. Said radhiyallohu anhu duosida: "Ey Alloh, agar Quraysh bilan bo'lgan urushni davom qildiradigan bo'lsang, meni u urush uchun qoldirgin. Agar biz bilan ular orasidagi urushga xotima bersang, bu urushni qayta boshlatgin. Mening ko'nglim Bani Qurayzadan xotirjam bo'lmoqcha, jinimni olmagin" degan edi. Alloh taolo uning duosini ijobat qildi. Bani Qurayzani o'z ixtiyori bilan talab qilib, uning hukmiga qanoat qiladiganligini o'rinlashtirib berdi. Ayni shu chaqda Payg'ambar alayhisalom uni ularga hukm qilish uchun Madinadan chaqirtib keldi. U sahobalar to'qib tayyorlab bergan eshakka minib kelgan chaqda Avstiklar uningdan yordam talab qilib, mundaq deyishga boshladi: "Ey Said, Bani Qurayza sening ittifoqdoshing. Ular yaxshilik qilgan." Avstiklar uni Bani Qurayzaga ko'yinishga va shafqat qilishga undaydi. U bo'lsa jim turib, ularga javob qaytarmaydi. Ular uning jiq gap qilib ketgandan keyin u hozir ixtiyor Saidning, u Alloh yo'lida malomat qilguvchining malomatiga uchramasin dedi. Ular uning Bani Qurayzaliklarning hayot qilishini xohlamaydiganligini tonib yetdi. U Payg'ambar alayhisalom boshidiriga yaqinlashganda Payg'ambar alayhisalom: "Boshliqinglarga hurmat bildirib, o'rninglardan turinglar" dedi. Musulmonlar uning hurmat bildirib o'rnidan turishdi. Uning Bani Qurayzaga qilgan hukmining eng o'tkir kuchlik bo'lishi uchun musulmonlar uni katta ikrom va hurmat bilan qozilik o'rniga o'ltirg'izdi.
u o'ltirib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom uningga Bani Qurayzani ishorat qilib turib, haqiqatan ular sening hukmiga qanoat qilmoqchi bo'ldi. Ularga xoliqining bo'yicha hukm qilgan dedi. Ular qilgan hukmim icra qilinamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha dedi. Bu chidir ichidagi kishilarga icra qilinamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha dedi. Payg'ambar alayhissalom o'ltirgan tarafni ko'rsatib turib, Payg'ambar alayhissalomga katta hurmat va ikrom bildirganlikdan uningga yuzma-yuz qaramay turib, yerda o'ltirgan kishiga icra qilinamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga ha dedi. Ondan men haqiqatan ularning jangchilarining o'ltirilishiga, bolalarning va mol-mulkining o'lja ilinishiga hukm qilaman dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga haqiqatan Alloh taolaning 7 osmonning ustidagi hukmi bilan hukm qilding dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Yani bir rivayette haqiqatan podshoh Alloh taolaning hukmi bilan hukm qilding dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom sahobalarni o'rik olashga amr qildi. Yerga o'rlar qizildi. O'limga hukm qilinganlar qo'llari orqasiga bog'langan holda elib kelinib, bo'yinlaridan chepib tashlandi. Ular 700 bilan 800 aralığında odam edi. Burti xat atmaganlar ularning ayollari va mol mulki bilan qo'shib o'lja elindi. Bunun vaqaligi Payg'ambar alayhissalomning tarjimahal kitobida atrofliq dalillar va hadislar bilan tafsili bayon qilingandir. Biz uni yuqorida qisqa va oddiy qilib bayon qildik. Cemi hamd sana ve medhiye Allah Teala'ya mensuptur. Allah ehli kitaptan müşrikler yerden bergenlerini, yani Resulullah bilen kılgan ehdini buzgan Bani Qurayza Yahudilerini korganlardan düşürdü. Yani ola ittifaktaş koşunuğu yerden bergen. Peygamber Aleyhisselam'a karşı uruşta ular yar yürekli boğan Bani Qurayza Yahudiler bulup, ular Bani İsrail avlatlarından idi. Ularning ota-boboları xil burunla Ummu Peygamberge ergishish temasida Hicaz ziminiga yerleşken idi. Ular u payg'ambarning keladiganligi haqida kitoblari Tavrat bilan Injilda yiziqligini bilatdi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda süpti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Ularga Allah Teala'nın la'nati bo'lsin. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. U xavfdan iboratdir. Chunki ular Payg'ambar alayhisalomga qarshi urush qilish uchun mushriklar bilan birlashdi. Biladigan odamdan keladigan ziyon bilan bilmaydigan odamdan keladigan ziyon o'xshash emas. Ular musulmonlarni ensiratdi. Dunyoda aziz yashash uchun musulmonlarni o'ltirishga urindi. Ish ularning o'ylig'ining dal aksichi bo'ldi. Ularning deganlari o'zlariga yondi. Mushriklar tizla ketib qolibdi. Bani Qurayzalar tutturayotgan qamovozdek ziyon tortdi. Bani Qurayzalar tutturayotgan qamovozdek ziyon tortdi. Azizlikni talab qilib edi, xorlandi. Musulmonlarni taltüks yo'qotishni iroda qilib edi, oqibat o'zlari taltüks yo'qotildi. Bu ziyonga oxiratdagi baxtsizlik qo'shilib, umuman qilib aytganda intayin cho'ng ziyonga aylandi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ularning bir bo'likini o'ltirdinglar va bir bo'likini asir oldinglar. Öldürülgenler jang qila oladiganlardir.
asirga ilinganlar bo'lsa kichiklar va ayollardir. İmam Ahmad Atiya Qurayzning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayzliklarni jazolagan kuni men payg'ambar alayhisolamning oldiga elib kelindim. Ular mening haqqimda shikoyat qilgan edi. Payg'ambar alayhisolam ularni menga burtum xat tortdimi yo'q qarab beqishga buyurdi. Ular menga qarab burtum xat tortmaganligini ko'rib meni qo'yib etdi va o'ljiga qo'shib etdi. Buni İmam Abu Davud, Tirmizi, Nasai ve İbn Majah qatorliqlarmi mushundaq rivoyat qildi. Allah sizlarga ularning ziminini, qo'ru joylarini, mol mulklarini va tex sizlarning qadiminglar dastlab boqmagan ziminni miras qilib berdi. Ya'ni sizlar ularni o'ltirganliginglar uchun Allah o narsalarni sizlarning qilib berdi. Malik Zaid ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatdagi dastlab boqmagan zimin degan so'zdan Haybar ko'z tutildi dedi. Makka deganlarmi bor. Ibn Jarir o joylarning hammasi ko'z tutilsimi durust dedi. Allah har narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, artıq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni farovon turmushni va dunyoning zibu zinnatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray, sizlarni chiroyligicha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini, oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Allah adiki yaxshi ish qiluvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan noz ne'matlar va jannatni tayyor qildi. Payg'ambar alayhisalomning ayollarini tanlash ixtiyoriga qo'yib berishi to'g'risida. Bu büyük ve yüksek Allah tarafından Peygamber aleyhisselam'a onun ayarlarını koyup verdiğanlığı. Andın bu ayarlarının özlerini dünyanın paravan turmuşuğa ve dünyanın zibu zinnetlerine eriştirdiğin başka birinin yeniği verişi ya ki Peygamber aleyhisselam'ın yeni de kılıp turmuşunun yoksullukının derdige sabır kılışı. Bunda kılganda ulağa Allah Teala'nın huzurida to'liq savob berildigandan iborat bu ikki yo'lning birini tanlash ixtiyorini ayollarga berishi uchun qilingan buyruqdir. Allah ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. Allah Teala'ning payg'ambarini va oxirat yurtini ixtiyor qildi. Shuning bilan Allah Teala ularga dunyoning yaxshiligi bilan oxiratning baxt saodatini birlashtirib ato qildi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhisalomning ayoli Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala payg'ambar alayhisalomni ayollariga tanlash ixtiyorligini berishni buyurgan chaqda u mening yonimga kirdi. Peygamber aleyhisselam ixtiyorlikni berishni men bilan boshlab, men haqiqatan sizga bir ishni eslatmoqchi. Siz ota-onangizga maslahat solmoqcha aldirab bir qaror chiqarmasligingiz lozim dedi. U ota-onamning meni uningdan ajrashishga buyurmaydiganligini albatta bilatdi. Ondan Peygamber aleyhisselam Allah Teala haqiqatan ey payg'ambar artıq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni farovon turmushni va dunyoning zibu zinnatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray, sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. Agar
sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Allah haqiqatan ichinglardagi yaxshi ish qilguvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nazu ne'matlar va jannatni tayyor qildi dedi. Men uningga buning qaysida ota-onamga maslahat solaman? Men cho'qim Alloh va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini xohlayman. La ilaha illalloh. Men cho'qim Alloh va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini xohlayman dedim. İmam Buxoriy yana bir rivoyatda Aishaning mundaq deganligini qo'shdi. Ondan payg'ambar alayhisalomning boshqa ayollarimi menga o'xshashlar payg'ambar alayhisalomni ixtiyor qildi. Subhanalloh. İmam Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom bizga ixtiyorlikni berdi. Biz payg'ambar alayhisalomni ixtiyor qildik. U bu ixtiyorlikni bizga taloq o'rinda hisoblamadi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Bakr kelib payg'ambar alayhisalomdan yeniga kirish uchun izni so'radi. Odamlar bo'lsa payg'ambar alayhisalomning darvozasining oldida o'ltirishadi. Payg'ambar alayhisalommu uyda o'ltiradi. Uning izni berilmadi. Ondan Umar radhiyallohu anhu kelib uni izni so'radi. Uningga izni berilmadi. Bir ozdan keyin Abu Bakr bilan Umarga biroqli izni berildi. Ular uyga kirdi. Payg'ambar alayhisalom bo'lsa o'ltiradi. Ayollari uning cho'risida edi. Payg'ambar alayhisalom jimjit edi. Umar: "Men payg'ambar alayhisalomga cho'qim bir gap qilayda, u kulib tashlasin" dedi. Umar: "Ey Allohning payg'ambari, agar Zaydning qizi Umarning ayolining hozirning o'zida mendan nafaqa so'raganligini ko'rsam, uning gediniga uratdim" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom kulib ketdi. Hatta uning iziq tishlari ko'rinib qoldi. Ular cho'ramda mendan nafaqa so'rayotdi dedi. Ondan Abu Bakr Aishani, Umar Hafsini adablab qo'yish uchun o'rnida turishdi. U ikkisi tangla Aisha bilan Hafsiga payg'ambar alayhisalomdan uning yo'q narsani so'rayottamsizlar dedi. Payg'ambar alayhisalom Abu Bakr bilan Umarni to'sib oldi. Ayollar, Allohning nomi bilan qasamki, bu yig'ilishdan keyin biz payg'ambar alayhisalomdan uningda yo'q narsani so'ramaymiz deydi. Ondan g'olib va buyuk Alloh tanlash ixtiyorini qo'yish oyatini nozil qildi. La ilaha illalloh. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom ixtiyorlikni berishni Aisha radhiyallohu anhadan boshlab, men haqiqatan sizga bir ishni asiltiman. U ishda ota-onangizga maslahat solmoqcha oldirab bir qarorga kelishingizni yoqtirmayman dedi. Aisha: "Nima ish u?" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni farovon turmushni va dunyoning zeb-ziynatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray, sizlarni chiroyliga qo'yib beray" degan bu ikki oyatni o'qib berdi. Aisha ota-onamga sen to'g'riliq maslahat solamdim. Sheksizki men Alloh taoloni va uning payg'ambarini ixtiyor qilaman. Sendim men ixtiyor qilgan narsani boshqa ayollaringdan birasiga demasligingni so'rayman dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Haqiqatan Alloh taolo meni qiyinlashtiruvchi qilib avatmadi. Lekin
men o'rgatkichi va osonlashtiruvchi qilib avatdi. Ayollardan birasi siz ixtiyor qilgan narsani so'rab qolsalar, uningga deb berman dedi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan. Akrima mundaq deydi. O vaqtda Payg'ambar alayhisalomning nikohida 9 xotin bor edi. 5i Qurayshdan bo'lib, ular Aisha, Hafsa, Ummu Habiba, Savda va Ummu Salima radhiyallohu anhumlar edi. Payg'ambar alayhisalomning nikohidagi boshqa ayollar Bani Nazir qabilasidan Huyaynning qizi Safiya, Hilal qabilasidan Harisning qizi Maymuna, Asad qabilasidan Jahshning qizi Zaynab va Mustalqiya qabilasidan Harisning qizi Juvayriya radhiyallohu anhumlar edi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sura Ahzab tafsiridan 29 oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.